mehribonim, rahimli rahmonim, barcha nuqsonlardan pok quddusim. O'zingdan o'zga ega yo'qdir, malikdirsan. Gunohi savoblarini bilguvchi yo muhaymin. Yer va osmonlarni yaratgan Xoliqim, bizni yo'qdan bor qilgan boriy zot. 18 ming olam shakli va suratini yaratgan buyuk musavvirim o'zingdirsan. Sengagina tavakkul qildik. Bizni yaxshilar qatoridan qilgin. Xufiyona va oshkora duolarimizni qabul ayla Razzoqim. Ya mutakabbir zot, qalbimni o'zingdan o'zganing muhabbatiga oshiq etma. Yurtiga, diniga, millatiga sodiqlar qatoridan qilgin. Ne'matlaring shukrini izhor etuvchi pokiza qalb egasi qil bizni Robbim. Huzuringda yorug' yuz bilan turishni nasib qil Xoliqim. O'zimga xayrli deb bilgan duoni sizga ham ilindim. Siz ham yaqinlaringizga ravo ko'ring. Insonlar biz bilan qanday munosabatda bo'lishini xohlasak, biz ham o'zgalarga xuddi shunday munosabatda bo'laylik. U bu bunday deb o'zgalarni ayblasak, yana nolib ham qo'yamiz. Duolarim ijobat bo'lmayapti deb. Ha, ichimiz to'la g'azab, nafrat, alam achchiq bo'lsa, yana qudrat, hasad, hattoki qasos o'ti. Buncha shaytoniy his bilan yana Rahmonga sajda qilamiz. Bu salbiy hislar bilan kurasha olmas ekanmiz, agar kuchimiz yetmas ekan, hazrati inson bo'lib yashashga ne hojat? Umr bizga nega berilgan? Aynan shu tuyg'ularni yengib, haqni yo'lini tanlash uchun emasmi? O'lib qolsang ham xo'p degan, tushundingmi deb qizlarga hali kelin bo'lishlaridan ancha avval mana shu gaplarimizni tarbiyalayapmiz go'yoki boshlaymiz. Sen qiz qarab tur deymiz, ertaga qaynoning seni ketingga tepadi deymiz. Tamom, qiz bechorani tasavvurida qaynona bu jodugar. Nima uchun ko'p kelinlar qaynonasidan bezib qolgan? Chunki u Robbisini emas, bandasini roziligi uchun qiladi har bir ishini. O'zimiz o'rgatamiz mana shu narsalarni. Gapirmasin, ovozi o'chsin deb ovqat qiladi. Uf tortib tozalaydi. Ertalabdan voy turib qolmasinlar, qaynonam o'ldirib qo'yadi deb erta tongdan negativ o'y fikrlar. Mana keyin nima bo'ladi? Joniga qasd qilishlar. Yosh onalar avval bolalarini, orqasidan o'zlarini joniga qasd qilishlar. Balkim qizlarga dildan chiqqan mehr uchun savoblar berilishini uqtirish kerakdir, nima deysiz? Bolam, shu ishni qaynonang uchun emas, u ham endi bir gunohkor bandada. Qayerdadir biladi, qayerdadir bilmaydi. Undan ko'ra Robbim uchun, Robbim o'zingni rizoliging uchun qilyapman shu ishlarni. Shu ishlardan ovqat qilyapman, tozalayapman, o'zing rozi bo'lgin mendan deb chiroyli niyat qilsak, har ishda, chunki niyat muhimligini ham biz qizlarimizga aytishimiz kerak edi. Ana bo'ji kelyapti deb qaynona bilan qo'rqitmasdan. Sababi dildan emas, faqat til uchida aytilgan mulozabatni oxiri voy, na samimiyat, na mehr haqida gap bo'lishi mumkin emas bu yerda. Va eng achinarlisi, o'zimiz qaynonaga mulozamat ko'rsatgina qizim deb qizimizni 200lamachilikka yo'naltiryapmiz. Oilaviy munosabatlar shunaqa juda ham nozik mavzu aslida, lekin tan olaylik, munosabatlar yaxshi bo'lishida ham, yomon bo'lishida ham biz ayollarni rolimiz nihoyatda katta. Vaqt hamma narsani o'zgartiradi deyishadi. Vaqt hech kimni o'zgartirmaydi. Qachonki insonda xohish bo'lsa, intilsa, sababini qilsa, faqat shundagina inson o'zini Robbimning izni ila o'zgartira oladi. 10 yil avvalgi ichuvchi agar o'zi xohlamasa, shu odatidan qutulishni, o'zini o'zi tarbiyalab, ichkilikdan voz kechmas ekan, u ichuvchiligicha qolaveradi. 10 yil avvalgi dangasa agar o'zi shijoat qilmas ekan, 10 yildan so'ng ham dangasaligicha qolaveradi. Hayotini yaxshi tomonga o'zgartirib yuboradigan mo'jiza kutayotganlar bilsinki, u allaqachon sodir bo'lgan. Bu mo'jiza siz va bizga berilgan vaqt. Voyjon, azizlarim, mana shu bolani yaxshilab ko'rib olinglar. Bu bolani onasi dunyoga 50 yoshida keltirdi. Bu 30 yildan beri bu bolani Allohdan so'rab duo qilmagan odam qolmadi. Qancha insonlardan duo olib, mana Allohni berganiga behisob shukr. Turchonak biz o'g'limiz mana Istanbulda yashaydi. Onasi Istanbulga turmushga chiqib, mana
ismlari Yigitxon, tahallisi Alloh berdi. Mashalloh. Azizlarim, aytmoqchimanki, agar orangizda aynan mana shu mavzuda Allohdan so'rayotgan ayol qizlarimiz bo'lsa, hech ham noumid bo'lmang. Inshaalloh albatta beradi. Erta kecha yo'q ekan. Mana shu o'g'limizni Allohim onasi 50 yoshga kirganda berdi. Hech ham noumid bo'lmasdan bismillah deb faqatgina Allohdan so'rang. Qarang buni, quyoshligini. Mashalloh. Yaqinda menga bir savol berishdi. Ra'no opa, o'limga bo'lgan munosabatingiz qanaqa deb. Esimda bor, 7-8 yoshli qizcha edim. Ayni yozni o'rtasi, tun. Rahmatli buvijonimning hovlisi o'rtasida so'rida pashshaxonada buvijonim bilan osmondagi yulduzlarni tomosha qilib yotib, kichkina qizcha edim, endi juda ham savol berganman. Buvijon, narigi dunyo qanaqa ekan deb. Shunda buvijonim javoblari ikkita quloqimda qolgan. Bolam, yaxshidirki, hamma faqat ketadi. Qaytganlarni eshitmaganmiz deb javob berganlar. Nihoyatda oqila, dono, hozir javob buvijonim bor edilar-da. O'limga bo'lgan munosabatim o'sha kechada shakllanib bo'lgan. Unda o'ylab qarasangiz, rostdan ham umr bir kun tugaydi. Dunyoda tirik jon borki, baribir o'tadi. Bugun bo'lmasa ertaga boring, ana 100 yil yashar, lekin haqiqat shuki, hech kim bu dunyodan tirik chiqib ketmaydi. Mahbubiyning misralarini bir eslang. O'lim asli go'zaldir. Parda ortidan xabar. Go'zal bo'lmasa vafot etarmidi payg'ambar? Ammo parda ortini qay darajada go'zal bo'lishi o'zimizga bog'liq.